ish jarayoni avjida, shuncha ko'rib turganlaring hammasi egalariga ketadi. Demak, qo'rqmay biznesni boshlasalar ham bo'ladi. Kichkina shogirdlar ham bor ekanda. Albatta. Maktab bolalari ham bor bu yerda. Shogird oladigan bo'lsangiz, zakazlar qanaqa bo'ladi aka? Bizga shogird tushgan odam zakasi qolib ketmaydi. Zakas bilan ta'minlab turamiz. Hamma viloyatdan bo'lsa, o'zini viloyatdan olib beraverasiz. Albatta. 12 ta viloyatdan keladigan bo'lsa, o'zini viloyatdan tushayotgan zakas bilan ta'minlaymiz. Andijon Xo'jaobodga, So'qili, Ablisovka g'ishida ertaman yukchi ketyapti mana. Xo'p, nech pullikdan qilib bergan? Bu 65 mingdan 85 mingdan berilgan bular. Berilgan. Assalomu alaykum do'stlar. Biz Gold Euro Fasadga yetib kelganmiz. Juda ham katta yangiliklar. Assalomu alaykum. Davron aka, nimaga joyni katta qiyordilar aka? Bu yerga klientlarimiz oilaviy kelganda ham ayollari bilan juda ko'payib ketyapti. Ashunga bemalol aylanib o'rgilib ko'ra oladigan qilib katta qildi. Demak, klient sig'may qolyapti. Gold Euro Fasad yoqqani uchun odamlarga hamma tomonlama. Demak, klient ko'p kelyapti ekanda, albatta aka. Albatta. Xo'p, endi aytadigan bo'lsak, bir boshdan aka, asosiy sizlarda fasadga ham sotiladi, undan tashqari shu biznesni o'rganmoqchi bo'lganlarga shogird ham olaverasiz aka. Albatta. Ham fasadli plitkalarimiz, ham qoliplarga ponni hammasi yo'q bor. Bo'lmasam aka, yangiliklardan bir boshdan gaplashsak bo'ladimi aka? Qaysi tomondan gaplashsak? Mana yangiliklarimizdan o'tgan safar doim videolarda aytamiz. Uyg'unli burchak deymiz. Mana inshaalloh eng hozir trendda bo'layotgan uyg'unli burchaklarimiz chiqardi mana bu tomonda. Juda ham chiroyli. Oldin manaqa tunikadan bo'lardi. Tunika bo'ladi. Hozir mana inshaalloh uyg'unli uyg'ur burchaklarimiz ham xonadonlar ham tosh bilan chiqyapti. Demak, bundan kamida sizlar yangilik qilib kirgizdilar, imkon qadar. Yangiliklarimiz Gold Euro Fasadda faqat birinchi Gold Euro Fasadda bo'ladi yangilik. Buni juda ko'pchilik biladi. Yangiliklarimiz juda ko'p. Bitta o'g'il burchagimiz emas. Mana hozirgi kunda mana Cambrivini deb yana yangilik chiqardik. Mana hozirgi kunda mana rosa trendda bo'lyapti. Buni gladkiy holati ham, dekorativniy holati ham bor mana. Hozir chiroyli. Yana yangiliklarimizdan mana regalimiz chiqqan. Bittasi kirib, bittasi chiqib turadi buni. Boshqacha bo'lib bu ham. Uyda ancha ocharganda, go'zal bo'ladi. uzoqdan ko'rganda bir odamni o'ziga jalb qiladigan. Yana yangiliklarimizdan mana mononimiz ham chiqdi. Bu kattaroq fasonda. Mana yangiliklarimizdan. Yangiliklar bor. Gold Euro Fasadda faqat yangilik bo'ladi uka. Hozirgi kunda poni retseptlarni ham o'zgartiryapmiz. Toshlarimizni yengillatyapmiz yana ham. Gold Euro Fasadda faqat mutaxassislar bu yerda. Demak jamoa katta, mutaxassislar bor. Jamoa katta, mutaxassis hamma. Bo'lmasa aka, bir boshdan narx-navolar bilan tanishtirib kelsak bo'ladimi iloji bo'lsa? Bo'ladi albatta. Zakaz qilaman deganlarga dastlabkilar qanaqa qilib berasiz aka? Necha kvadrat olsa, vodiy bo'ylab qilib beraverasizlar. Hozirgi kunda dastavkamiz to'liq 100% yo'q. 100 kvadratdan ko'p olgan mijozga yo'lkirani 50% ni ko'taryapmiz. 50-50 bo'ladi, kelishgan. 50-50 bo'lyapti. Hozir kelishilgan holatda faqat vodiyga emas, O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston 12 ta viloyatga kelishgan holatda bo'lyapti. Xo'p, bo'lmasa narxlar aytadigan bo'lsak, nech pul chiqadi aka? Narx-navolarimiz hozirgi kunda 65 mingdan 120 ming so'mgacha. Ketaveradi narxlar. Ketaveradi. Endi o'zini tanloviga qarab ketaverar ekanda. Hop, bu tomondan aytsangiz, nomlari bilan bir aytib, kvadratini aytib berib o'tsangiz. Mana naturalni kirpishimiz misoliga 85 ming so'mdan, duh suvetlari 85 ming so'm. Agar однотонный oq sementda oq, maloshniy, slonovый ko'z bo'ladigan bo'lsa 75 ming so'mdan. Ko'k sementda misoliga однотонный bo'ladigan bo'lsa, korishniy, seri, mokriylarimiz 65 mingdan. Mana bu yerda 3D'imiz bor, mana 95 mingdan kvadrati, mana kanyon mana ko'ryapsiz. Go'zalligini, so'qillarimiz yo hozirgi kunda eng trendda bo'layotganlar. Demak, so'qillarga ham boshqacha yondashilgan, oddiy bas, chiroyli qilib, Gold Euro Fasadda xudo xolasa umuman oddiy bo'lmaydi. Keyin aka, ko'p joylarga misol o'rnatib ham beryapsizlar, boshqa ham bo'lyapti o'zlaringiz ustida. Uyda egalari qanaqa? Xursandmi, bir yoqyaptimi? Uyda egalari xudo xolasa Gold Euro Fasaddan mamnun, xursand. Misoliga mana bitta xonadon 100 kvadratli xonadonni qiladigan bo'lsa, uni qo'ni qo'shnisi, qarindosh urug'iga hozirgi kunda qilib beryapmiz. Bir kunlik ob'yomimiz ham
Aha. 500 kvadrat chiqadi kuniga. Chiqadi. Toshkentda ham, Namanganda ham o'zimizni ishxonamiz bor. Filiallar bor. Filiallar bor. O'zimizniki shaxsan. O'zingizga. Toshkentda, Bardanko'lda, Namanganda, Irbodonda. Shu tomonlari bor. Xo'p, endi aka, garantiyalari qanaqa bo'lyapti? Misol xizmat tomonlama. Hozirgi kunda fasadli plitkalarimizga 20 yil garantiya beryapmiz. Issiq-sovuqqa chidamlik, mo'shik, bemalol qarchilab yuboradi. Shunisiga garantiya beramiz. Shunisiga beriladi. 20 yil. Ha, endi uyda egasiga ham bog'liq, chiroyli saqlasin-da ham xizmat Albatta, o'zi qo'yib qo'ydi, chunki hozirgi kunda hamma shu devordan sho'r chiqqan, zerikkan hozirgi kunda. Qiladi, buni fasadli plitkanimizni qilgandan keyin 5 sm qochadi devordan. Sho'r chiqadimi, devorni tashlab yuboramiz, toshimizga yetib kelmaydi. Yetib kelmaydi. Shu tomonlari bor. Shu tomonlari bor. Xo'p, endi mana telefon qilib chaqirishdi deylik. 200 kvadrat olishdi, ustalar chiroyli qilib berishdi, o'zingni ustalaringmi yo boshqalar. Mabodo ortib oladigan bo'lsa, minus qilib olib qolaverasan qator aka. Endi o'sha tomonlarga ham kelishiladi. Ustalarimiz borgandan keyin o'zi plus minusi bilan aytadi biz ustalar. 1-2 kvadrat oshib qoladigan bo'lsa, xonadon egasi saqlab qo'yaveradi buni. O'zi uchun-da. O'zi uchun. Vaqti kelib mana hozir yangiliklarimiz chiqyapti-yu. Hali yangiliklarimiz juda ko'p. 3D chiqqan bo'lsa, hozir 4D chiqyapti buni. Ha, yana boshqachasi. Yana bo'lash chiqyapti, xudo xolasa. U ham tez orada reklama beramiz. Hozir общий necha xil aka assortiment bir hisoblab. Assortimentlarimiz hozirgi kunda 24 xilga yetdi. 24 xilga yetdi. Ko'pchilik aytadi 50 xil turi bor deydi. Eng katta ob'yom Gold Euro fasadda 24 xil. Endi ranglarga keladigan bo'lsak, ranglar 50 xildan oshadi-da. Oshadi. Shu tomonlari bor. Endi xonadon egasiga bizda yo'q ranglar bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda aytadigan bo'lsa 99% xohlagan rangini aylantirib yetkazib beramiz. Xo'p, Davron aka, nima deydi? Sokolda ham narxi bir xil bo'ladimi yoki narxlarimiz 65 mingdan 120 ming so'mgacha deganda 65 ming so'mligimiz mana Adatonli. Mana 120 ming so'mligimiz mana Miramirning. Traventin qorishmasida quyiladi. Buni retsept umuman bo'ladi. Bu ham puliga yarasha eganda inshaalloh. Chiroyli. Hozirgi kunda aytyapman, takrorlanmas yangiliklari bilan, xudo xolasa. Yana yangiliklarimiz juda ko'p, so'qillarimiz bor, so'qilli toshlarimiz. Katta yangilik bo'layotgan 3D. 3D ni ham bitta narsaga e'tibor beringlar, originali bu. Originali-da. Original. Shu tomonlar bor. Davron aka, mana bizni ko'rib turganlar, ish boshlayman deganlarga, sizdan bir filial qilib, Samarqand boshqa joylarga olib ketsa, Optimga qilib beraverasizmi aka? Misol bir joy qilib o'zlari showroom qilib terib sotsa, misol ob'yomga ham qilib beraverasiz. Yo'q, unaqaga ulgurmayapmiz hozir. Ha, o'zi ulgurmayapsizlar. O'zi ulgurmayapmiz. U diler va olgandan keyin diler sivasida keyin biz yetkazib bera olmay qolsak, aholiga yetkazib bera olmayapmiz o'zi. Demak, biznes o'rgansa bo'ladi. Biznes o'rganaman desa, inshaalloh 0 dan 100% gacha o'rgatamiz. Bitta narsaga e'tibor bersin, obunachilaringiz, Gold Euro fasadda faqat mutaxassislar. Tajribali. Tajribali. Bu yerga keladigan bo'lsa 0 dan 100% gacha o'rgatadi. Shu Bu yerda doim retseptlar o'zgarib turadi. 6 xil, 7 xil uslubda quyishni o'rgatamiz bu yerda. Agar biznesda retseptga adashsa, ko'ngildagi narsa chiqmasa, ko'ngildagi narsa chiqmaydi. Mana hozir yangiliklarimiz aytyapti, retseptlarni o'zgartiryapmiz. Fasadli plitkamizni umuman og'ir bo'lsa, yengillashtirib yuboryapmiz hozirgi kunda. Keladigan bo'lsa, to'liq обучениyasi bor. Besplatniy, yotog'i bor, bir mahal issiqat bor. Keladi 13 kundan 10 kun, 15 kun o'zi xohlagan kunga biz unga manoncha kunda o'rganasan demaymiz. O'ziga uvering bo'lib o'rganib olgandan keyin qoliplari bilan ketib biznesini boshlasa, klient bilan ta'minlab turamiz. Ya, demak zakaz bilan ham o'zini viloyatidan tushayotgan klient bilan ta'minlab turamiz. Bunaqasi bo'lmagan. 12 ta viloyatda xohlagan joyingizdan kelib, yotoq joylar bor, o'rganib kelsangiz bo'ladi. Qo'shni davlatda aka-ukalarimiz bo'layotgan bo'lsa ham bemalol kelinglar, mehmonxonada 300-400 dollarlab rasxod qilishga hojat yo'q. To'g'ri biladi, oldiga keladigan bo'lsalar, o'sha pulga yana qo'shimcha retseptlardan o'rganib ketsalar bo'ladi. To'g'rimi aka? Hozirgi kunda mana juda ko'p biznes boshlaganlar aloqaga chiqadi. Endi bitta bu biznes biz qilmaymiz. Qoliplarni bilasiz, o'zingiz reklama qilgansiz. Boshqa joylardan qalb olib ketib
ish boshlagan odamlar ham telefon qiladi qaytadan. Chunki yaxshi quyishni o'rgatmaydi. Aha. Haqiqiy mutaxassis bo'lish kerak buni quyishlik uchun. Ana shuning uchun Gold Eurofasad takrorlanmas yangiliklari bilan chiqadi deymiz-ku. Shu tomonlari Shu bor. tomonlari bor. Bo'lmasa aka bir qoliplarni ham ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Mana hozir Fasadni hammasini ko'rsatib o'tdik. Har xil assortimentlar bor. Ofis juda ham chiroyli bo'lgan. Klientlar keladigan bo'lsa ham mana ko'rsalaring bo'ladi. Qoliplardan ham assortiment terib qo'yibdilar. Mana qoliplarimizda mana Aha. inshaalloh haligi biz qolipimiz yahvarib bilasiz. Balon tagiga tashamaymiz, mehnatimizni qadriga yetamiz. Mana inshaalloh mana Gold Eurofasadni qolipi. Bu sokoldiki shekilli, Bu og'ir sokoldiki. Bu mana har xil. Har xil. Hozir zakaz quylayotganlardan olib chiqib qo'ydik bittadan. Mana xudo xolasa keladigan bo'lsa, qoliplarimizga garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Keladi bizning qolipimiz kuniga 2 mahal quyadigan bo'lsa, hozir yozgi kunida 80 gradusdan xona bo'ladigan bo'lsa, 2 martadan kirib turib beradi. Turaveradi. Turib beradi 2 martadan. Xo'p, narxlarga ham bir to'xtalsak. Narxlarimiz 195 dollardan 210 dollargacha qilibdilar. qilib beriladi xudo xolasa. Zo'r ekan. Xo'p, endi aka bir sexdan ham bir videolar ko'rsatsak, ish jarayonlarini hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu ertamanda mana Xo'javodga Aha. 50 kvadrat Qayerga Toshimiz- ketyapti bu? Andijon Xo'javodga Xo'javodga. Sokoli, Aha. Ablisovka ishida ertamanda yukchi ketyapti mana. Xo'p, nech pullikdan qilib bergan? Bu 65 mingdan 85 mingdan berilgan bular. Berilgan. Aha. Mana. Sex ham katta, nari tomonda ham bor, bu tomonda ham bor, ikkita. Shuni hisobga olasizlar. Ish jarayoni avjida. Mana xudo xolasa. Mana bu yerda quyilayotgani hozir miramilli toshimiz quyilyapti hozir bu yerda. Mana shu 120 ming so'mlik Aha. Ish jarayoni ketyapti arkadaşlar. jarayoni ketyapti. Zo'r. Ichkarida mana Mana ichkarida bu yerda sushilkamiz 100 kvadratli sushilka bu. Aha. Kuniga 100 kvadrat chiqadi. Nari tomonda ham sushilkalarimiz bor. Aha. Xudo xolasa o'z ko'rdingiz. Zo'r mana. Ko'rsalaring bo'ladi. Mana yosh ukalarimiz ham ishlashyapti. Bemalol maktabdan bo'shab, yo'qsa kanikullarda ham oila uchun harakat qilib O'zi daromad asli qilsa oilaviy biznes. Oilaviy. Biz ham oila bilan boshlaganmiz o'zi. 3 ta aka boshlaganmiz. Sekin-sekin kengaytirsa bo'ladi. Aha. Zo'r. Mana ish jarayoni ketyapti. Juda ham zo'r. Mana bu tomonda chiroyli qilib terib qo'yishgan bular Uylayotgan zakazlar bular. egalariga chiqib ketadi. Egalariga chiqib ketadi. Nech kundan nech kungacha zakazlar yetkazib beradi? Hozirgi kunda 15 kunda yetkazib beramiz. 15 10 kun kundan 15 kungacha. atrofida yetkazib berilaveradi. Juda ham zo'r mana do'stlar. Aka kattakon rahmat. Erinmay ma'lumot berganingiz uchun. Xudo xolasa meni obunachilarim kelsa chiroyli qilib xursand qilib Xudo jo'natadi. siz nomingizdan chiqsa, xudo xolasa skidkasi bor. Chiroyli qilib beriladi. Inshaalloh.